Farg'ona shahardan O'rta Sho'radan mana sizga juda ko'pchilik so'ragan joydan, zo'r lokatsiyadan 5,5 sotixli yashash maydoni 173 kvadratli 5 xonadan iborat sizga bitta xonadon topib berdim. Bitta ko'rib video obzorini ko'rib chiqamiz. Asosiy eshikdan kirishimiz, asosiy darvozadan kirishimizga uzun mana garaj qilingan, tepasi yopilgan. Bu yerga endi xohlaganingizcha nechta xolasi o'shancha mashina sig'adi. Tepasini yopib qo'yilgan. Bu yerga naveslar uchun so'rtaylar o'rnatib qo'yishgan. Buni ham tepasini yopasiz, bu yerda ham tepasi yopiq garaj bo'ladi. Bu tomoniga mana yozgi oshxona qilish uchun ham mana sharoitlari bor. 5,5 sotixli Farg'ona shaharda O'rta Sho'rada. Katta yo'lga yaqin joyda, maktab, bog'cha hamma yo'qlari, sharoitlari zo'r holatda. Bu tomoni kottej forma qilib solingan 5 ta xona, bitta sanuzel ichkari tomonidan solingan. Yashashingizga tayyor, remontlari yangi remontdan chiqqan. Xo'p, mana orqa tomonda o'zini hovli qismisi ham bor. Orqasida yetarlicha joy bor. Xoling zeleniy zona qiling, xoling qo'shimcha qurilish qilib, yana birorta bir qo'shimcha uy soling. Yozgi oshxonani o'sha yerga ko'chirib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, keldi endi mana asosiy eshikdan kirishimizga, xonadonimizga kirish qismimiz. Xo'p, mana asosiy xonadonimizga kirish qismimiz. Kirishimiz bilan shunaqangi katta, uzun, keng zal qilingan. Buni remontlarni, aboylarni mo'yishi qilib qilingan. Yangi remontdan chiqqan. Mana shu ko'rinib turgan hamma xonadonlaring to'liqligicha to'pli-po'l bo'lgan. Endi mana bu tomonda mana zo'r yechim berishibdi. Mana bu o'rtadan bitta manetdan bitta перегородка qilib bo'lsangiz, xoling bo'ling, xoling bo'lmang. Xoling studiyniy format qilib, bu yerga bitta kuxnyni qo'yib olsangiz, mana montajlargacha qo'yib ketishdi. Kuxnyingizni qo'yib olsangiz, mana bu yerda ovqatingizni tayyorlab, bu yerda oila bilan divanni zona qo'yib olsangiz, o'tirgani ham bitta joy. Xo'p, endi mana keldik. Asosiy mana kirish qismimizdan kirishimizda o'ng qo'ldan boshlasak, o'ng qo'lda bitta katta keng xona, aboylarigacha yopishtirilgan. Hamma remontlari bor. Xo'p, kirishimizda chap qo'lda endi bunisi yana bitta xonasi. Bunisi ham katta keng xona, hamma yo'qlari bor, mana gilamlargacha solib qo'yilgan. Shuni kelib yashashingiz uchun hamma sharoitlari bor. Endi bundan chiqishimizga bitta mana sanuzeli. Hamma montajlari bo'lgan, suv montaj, elektromontaj hamma yo'qlari kirgan. Endi bundan chiqishimizga yana bitta xona. Bu ham katta keng xona, xonalari ham katta-katta, ko'pgina 5 ta xonasi bor. Eng asosiysi bitta bilasiz, gaz, suv, svet, kanalizatsiyalardan muammosi yo'q joyda. Bunisi mana yana bitta xona. Buni bitta endi bolalar xonasi qilsangiz, o'g'il bolalar xonasi qilsangiz, buni ham remontlarni yopishtirib qo'ygan. Mana plastik romlarni qo'yib qo'yilgan. Yonida bitta qizlar uchun yana bitta yotoqxona. Oling yotoqxona qiling, oling o'zingizga qaysi udobli bo'lsa, kelib yashasangiz bo'ldi. Plus yashab bersangiz bo'ldi bu xonadonga. Manzilimiz Farg'ona shaharda, O'rta Sho'rada, katta yo'lga 100 metr, 150 metr ichkarilikda. Yaxshi joyda, lokatsiyasi ham zo'r joyda. Eng asosiysi, yoningizda qabriston, yaqingina bo'ladi. Xo'p, gaz, suv, svet, kanalizatsiyalardan muammosi yo'q joyda. Narxini 85 mingga baholandi. Hamma remontlar bilan mana shu turgan holatiga. Endi mebel texnikalarini qo'shib, hamma yo'qlarni pat kulish holatiga ham keltirib beriladi. Bunisi endi kelishilgan holatda bo'ladi.